Salom qizlar. Bugun sizlarga ish momentlarimdan ba'zi bir joylarini bo'lishmoqchiman, tushuntirmoqchiman. Numerovoyga qiziqqan qizlar uchun qiziqarli bo'ladi deb o'ylayman. Har qanaqa konsultatsiya bu pul liniyasi bo'ladimi, prognostika bo'ladimi? Bir kichkina qismini konsultatsiya qilayotganimda, lekin o'sha kartani полностью qarab chiqaman. O'zim uchun qiziq, har doim xulosa chiqaraman. Aha, значит, mana bizda mana bunaqa narsa bor ekan, demak, mana bunaqa ekan, mana bunaqa programmalar bor ekan. Masalan, mana bu 18 yoshli klientimni prognoz o'zi zakaz qilgan, lekin prognozdan tashqari o'tgan hayotiga qaradim. 32219 raqamlari turibdi va bu programmani nomi Nerождённое дитё, tug'ilmagan farzand. Bu qizimiz avvalgi hayotida yoki o'zi tug'ilmagan farzand bo'lgan, ya'ni homiladorlik vaqtida, onasi homiladorlik vaqtida tug'ilmay qolgan, nimadir sabab bo'lib, balkim nobud bo'lgan yoki o'zi ayol kishi bo'lganda o'zi farzandini dunyoga keltira olmagan, ya'ni farzandi nobud bo'lgan, shunaqa случай bo'lishi mumkin. Mana bu 7 va 13 birgalikda 20 bo'ladi. 7, 13, 20 bu programmani nomi "Опасность в дороге", ya'ni bunaqa insonga juda ham tavsiya qilinadi. Yo'llarda ehtiyot bo'lish, mashina haydash, rulda, yo'llarni переходить qilishda juda ham ehtiyotkorlik talab qilinadi.